Farid Usmon, Bobur podshoh. 8-qism. Bobur Samarqandda. 3-4 yilning ichida Boburning obro'yi, yurt talashayotgan Temuriy shahzodalar hamda lashkarga ega bo'lgan beklar orasida oshib ketdi. Yosh bo'lishiga qaramay, hali 16-17 larda edi. Qo'rg'onlarni birin-ketin qaytarib olishi, qolaversa, tajribali shahzoda va beklar kabi ularga qo'shilgan holda o'z holicha Samarqand qamalida qatnashishi uning nufuzini orttirdi. Bobur bu davrda jiddiy siyosat olib borardi. Zarur bo'lsa, o'zi tengi mavqega ega bo'lgan mirzolar bilan otdan tushmasdan, otining ustida turib so'rashar, zarur bo'lsa, ularni mehmonga taklif etar, ziyofat berar. O'zi ham ular tarafga elchilari vositasida borar, xullas o'sha davr siyosatini yurg'izishda anchayin malaka va mahorat orttirib bo'lgan edi. Ramazon oyida hisorliklarni Andijonga iftorlikka taklif etish ham o'sha siyosiy muzokaralarning biri edi. Hamza Sulton, Mahdiy Sulton, Hamza Sultonning o'g'li Mamaq Sulton Muhammad Dulg'at, Sulton Husayn Dulg'at va bu sultonlar ixtiyoridagi o'zbeklar. Hisorda yashab turgan Sulton Mahmud Mirzo navkarlari bo'lgan mo'g'illarning bundan 2 yil avval shahzoda huzuriga Andijonga kelishi Bobur podshoh shaxsi ancha martabada ekanligini ko'rsatardi. Sovuq tushadi. Qish o'z hukmini o'tkaza boshlaydi. Bobur ilg'or beklarni huzuriga chaqirib, kengashib oladi. Kengashda Samarqand atrofidan uzoqqa ketmaslikka kelishiladi. Sababki, shaharni himoya qilayotganlar ancha kuchsizlanib qolgan edi. Buni Boysunqur Mirzoning Shayboniyxonga madad so'rab Turkistonga odam yuborganidan ham bilish mumkin edi. Shayboniyxon Bobur odamlari turgan Hoja Diydor qo'rg'oni yaqiniga kelib tushadi. Bu vaqtda Boburning asosiy qo'shini atrof qo'rg'onlar Raboti Xoja, Qobut va Sherozda edi. Bobur atrofida bor odamlari bilan chiqib, Shayboniyxonga qarshi jang qiladi. U chidash bera olmaydi, Turkistonga qaytib ketadi. Bu shijoat, bu jang ham Bobur martabasiga martaba qo'shadi. Boysunqur Mirzo 7 oy qamalda qoladi. Umidlari puchga chiqib, umidvor bo'lgani Shayboniyxon qo'llamay, u Samarqandni tashlab chiqishga majbur bo'ladi. Bu xabarni Xoja Diydor qo'rg'onida turib eshitgan Bobur tezda otlanib Samarqandga yo'l soladi. Uni yaxshi kutib olishadi. Ana shunday qish kunlarining birida Bobur mulozimlari davrasida Samarqand shahriga kirib boradi va ark ichidagi Bo'stonsaroy degan manzilda qo'nim topadi. Bobur Samarqand shahrini egallashga muyassar bo'ladi. Bobur vujudini endi hayrat va hayajon qamrab oladi. U orzu qilgan Samarqand hukmdori edi. Yer yuzining o'sha zamondagi eng latif shahri bo'lmish Samarqandni Bobur nazardan o'tkazar ekan, uni hikoyadagi shahar, baldai mahfuza ekanligini yana bir bor his etganday bo'ldi. Amir Temur uni poytaxt qilganida qalbi g'ururga to'ldi. Beklarga uni mo'g'il va turk eli Samarqand deb atamaydi-da, deb to'lqinlanib qo'yadi va qal'a devorlari ustidan qadamlab chiqishni mulozimlardan biriga buyuradi. Qal'a devorlari 10.600 qadam chiqadi. Shundan bilinadiki, u ulug'vor qal'a edi. Samarqand eli sunniy, pok mazhab, shariatga to'liq amal qiluvchi xalq bo'lgan. Bobur shu jihatdan ham bu yurtga talpingan. Diyonatli el bo'lgan xalqi, Rasuli Akram zamonasidan beri bu shahardan juda ko'p imomlar yetishib chiqqan. Boshqa viloyatlarda esa bunday hol kuzatilmagan. Alisher Navoiydek ulug' shoir ham Samarqandda bilim olganini Bobur yaxshi bilardi. Ko'hak, Zarafshon daryosi Samarqandning shimolidan oqib o'tadi. Shu daryo bilan Samarqand oralig'ida tepalik bor. Uni Ko'hak, ya'ni kichik tog' deyishadi. Daryo Ko'hakning tubidan oqib o'tadi. Shuning uchun ham u kitoblarda Ko'hak suvi deb ham yozilgan. Yana bir Darg'am anhori bo'lib, u kichik daryocha bor edi. Samarqandning bog'lari, ekin maydonlari shu suvlar tufayli to'kin sochim bo'lgan. Amir Temur va Ulug'bek Mirzo soldirgan imoratlar Samarqandga ko'rk bag'ishlab turardi.
Samarqandda o'sha zamondayoq istirohat bog'lari ko'p bo'lgan. Bu bog'lar, bu ko'rkam, salobatli imoratlar, hammom, choyxona, guzarlar, bozorlar haqida soatlab gapirilsa-da, gap tugamaydi. U haqida yoziladigan bo'lsa agar, qalin jildli kitoblar paydo bo'lishi muqarrar. Bobur Samarqand taxtiga o'tirgan soatdan boshlab mana shu imoratlarni imkon boricha borib ko'rishga harakat qildi. Qalbida bu bog'roq imoratlarni barpo etganlarga ehtirom hissi yanada ulg'aydi. Tasavvurlari boyidi. Hayratomuz jihatlarini qalamga olib shunday deya yozdi. Samarqand qal'asining ichida yana bir qadimiy imorat bor. Uning gumbazi o'rtasidagi yerni tepsalar, butun gumbazdan laq-laq tovush keladi. Uni masjidi laqliqa deyishadi. Qiziq hodisalar. Hech kim buning sirini bilmaydir. Boysunqur Mirzodan Samarqandni tortib olgan Bobur Mirzo bir tomoni quvonch ichida bo'lsa, bir tomoni tashvishlarga ko'milib qolgandi. To'xtovsiz qamal qilishlar Samarqandni iqtisodiy xarob holga keltirib qo'ygan edi. Bobur hamma beklarni izzatini joyiga qo'ydi. Ularni martabalarini oshirdi. Mana masalan, Ahmad Tanbal ichki beklar davrasida edi. Hozirgi til bilan aytganda, quyi palata. Uni ulug' beklar davrasiga qo'shdi. Shuningdek, shunga o'xshash va hokazo ishlarni tartibga keltirdi. Lekin moddiy ahvol yomon edi. Lashkar ozuqasi tugagan edi. Pul bilan beriladigan yordamga ehtiyoj katta edi. Bunday og'ir sharoitda bir ishni amalga oshirish albatta qiyin. Lashkar xalqi qiynala boshladi. Odamlarga bir narsa berishga imkon qolmagandi. Qolaversa, Bobur bilan birga kelgan odamlar Andijonni, uylarini sog'ina boshlagan edi ham. Tanqislik, uyni sog'inish sabablari kishilarga o'z ta'sirini o'tkazib bo'lgandi. Beklar va hattoki ba'zi bir xos odamlar Boburdan izn so'ramasdan Andijonga keta boshladilar. Birinchi bo'lib Xon quli Bayon quli degan bek Andijonga qochib ketdi. Keyin kechagina amali ko'tarib qo'yilgan Sulton Ahmad Tanbal qochdi va hokazolar. Bobur bu fitnani bostirish uchun va qochqinlarni axsiga rahbar bo'lib qolgan Uzun Hasan bilan birgalikda jazolash uchun Xo'ja Mavloviy qozini Andijonga yubordi. Maqsad qochgan lashkar va beklarni Samarqandga qaytarish edi. Afsuslar bo'lsinki, Bobur bu maqsadga erisha olmadi. Axsida qoldirgani, ishonch bildirgani Uzun Hasan fitna boshlab yuborgandi. Ukasi Jahongir Mirzoni Andijon taxtiga o'tqazish bahonasida atrofdagilar va Bobur oldidan qochib kelganlarni Boburga qarshi qo'yib, fitnani kuchaytira boshladi. Shu darajaga borib yetdiki, ular axsidan Andijon ulusiga lashkar tortib bordilar. Bobur bor yo'g'i 1000 ga yaqin odami bilan Samarqandda qolgan edi.